O'zbekistonning barcha viloyatlarida qanday ob-havo bo'ladi? Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Bizning kanalda har kunlik va haftalik ob-havo ma'lumotlarini bilib olishingiz mumkin. Buning uchun video ostidagi bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Allohim doimo qo'llasin. O'zgidromet markazi 15 aprel kungi ob-havo prognozini e'lon qildi. Unga ko'ra, havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 5-10 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 23-28 daraja issiq bo'ladi. Respublikamizning tog'li va tog' oldi hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Sel, suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 5-10 daraja, kunduzi 14-19 daraja issiq bo'ladi. O'zingizni asrang, xayr, salomat bo'ling.